Uyqu falaji, ya'ni jin boshi haqida katta ehtimol bilan eshitgansiz, to'g'rimi? Tadqiqotlarga ko'ra, har 5 odamdan bittasi hayotida kamida bir marta bo'lsa ham uyqu falajini boshidan o'tkazgan. Bu ko'pincha 70% hollarda aynan tepaga qarab yotgan holda sodir bo'ladi. Uyqu falaji miyani tanadan oldin uyg'onib ketishi natijasida sodir bo'ladi va bu holatga ko'pincha stress, charchoq va begibro aytganlaridek tepaga qarab uxlab qolish sabab bo'ladi. Uyqu falajida siz umuman qimirlay olmaysiz, chunki REM uyquda bo'lasiz. REM bu biz odatda tush ko'radigan bosqich. Bu paytda tanangizning mushaklari avtomatik ravishda bloklanadi. Chunki agar mushaklarimiz bloklanmasa, biz tushimizda qilgan har bir harakatni real hayotda ham qilgan bo'lardik. Xullas, miya REM tugamasidan uyg'onib ketsa, siz xuddi falaj bo'lgan o'lja kabi yirtqich sizga tobora yaqinlashib kelayotganini kuzatasiz. Ayanchli holat. Masalan, mana bu odamning ustida sharpa yo'q, lekin u uni ko'ryapti. Ya'ni miyasi uni bor deb o'ylayapti. Uyqu falaji har xil shaklda bo'lishi mumkin. Masalan, qora sharpa ko'rinishida va hokazo. Shaxsan meni oldimga shu bratan kelib turadilar. Agarda bir kun siz ham shu holatga tushib qolsangiz, ishtoningizni qo'llab qo'ymang. Shunchaki barmoqlaringizni qimirlatishiga harakat qiling. Bu sizning tanangizni uyg'otishga sabab bo'ladi. Lekin bu foyda bermasa, shunchaki chuqur-chuqur nafas oling, xotirjam qilmang. Lekin bu ham foyda bermasa, o'zingizni o'qitib yuboring. Bundan qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun Kanalimizga obuna bo'ling.